İbadet ve turmuş. İslam dini insonparvarlik dinidir. Çünkü İslam dininin barlıq qanun tüzümleri insanların ihtiyaçıga asasen yolga qoyuluş bilen birge, ularning hayotidagi moddiy va ma'naviy bütün ihtiyochlarni qamdash va hayotligining agri to'qay yo'llarida charchagan qalblarga malham bo'lish uchun yo'lga qo'yilgan. Shundaqla islom xilma-xil sinoqlarga duchor bo'lib, g'amkinlik va umidsizlik ozg'illig'i petib qolgan kishilarni bu halokat ozg'ildan qutuldirib chiqish uchun barliqqa kelgan insoniyat dinidir. İslam dinining insonlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdashni alohida ko'zda tutganligi har bir qoida tuzumlarda intayin ko'rinarlik holda aks etadi. Xususan, islom insonlarning kundalik ehtiyojlari bo'lgan yemak-ichmak, kiyim-kechak qatorliq hayotlikning asosiy ehtiyojlarini qamdashga ahamiyat berish bilan birga, hayotlikning ma'nisi bo'lgan insoniyat madaniyatiga alohida ko'ngil bo'lish orqali insonlarning mavjudotlarga bo'lgan hokimiyatini davomlashtirishiga yaqindan hamkorlashidir. İnsanlarni butkul jonliqlardan ustun va aziz qilganligi, ularning moddiy va ma'naviy har turli ehtiyojlarini qamdash bilan birga, ularni ato qilgan ne'matlari bilan sinaydiganligini bayon qilgan ulug' Alloh Qur'on Karimda mundaq deydi: Parvardigori insonni sinab aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Parvardigorim meni aziz qildi deydi. İnsanlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qamdash bilan birga, ularni butkul maxluqotlar orasida azizlikka erishtirgan muborak islom dini bu güzel ne'matining tixmi mukammallashini ibodatlar bilan zich bog'lab etgan bo'lib, ibodatlar hozirgi zamon kishilari o'ylayotgandek turmush ritmining to'salg'usi bo'lmasdan, aksicha turmushning tixmi barakatlik va xotirjam o'tishidagi muhim omillarning biri hisoblanadi. Shundaqla ibodatlar bu güzel ne'matlarni ato qilgan ulug' Allohni haqiqiy tonish va bergan in'omlarga rahmat etib, Alloh taologa yuzlanish va ikki dunyodagi nijotlikning ochqichidir. Chunki xilma-xil güzel ne'matlar bilan birga turli sinoqlarga to'lgan bu hayotiy dunyo qilgan yaxshi yomon har bir amalimizning ajr mukofoti beriladigan qiyomat kunining ko'riki hisoblanadi. Ana shu ko'rikdan sog'-salomat o'tishimizning vositasi bo'lgan ibodatlarni buyurilgandek ado qilish, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarimizning qamdalishi uchun bir xil kuch hosil qiladi. Shu sababdan bu ikki nuqtani eng yaxshi shaklda tangponlashtira olganimizda shak shubhasiz ulug' Alloh taolaning tavandagi oyatda aytganidek, hayotlikning asli nishoni bo'lgan oxirat kunidagi nijotlikni izlaguvchilardan bo'la olamiz. Alloh taolo mundaq deydi: Alloh sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilagan. Dunyodagi nasibangni unutmagin. Allah sana yaxshilik qilgandek, sen Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilamagan. Allah haqiqatan buzg'unchilik qilguvchilarni do'st tutmaydi. Yuqorida bayon qilingan oyatlardan shuni ko'rilishga bo'ladi-ki, islom dinining barliq qonun tuzumlarida alohida ahamiyat berib kelayotgan bu ilohiy tamponliq tilga ilingan oyatlar insonlarning faqat ma'naviy ehtiyojlariga alohida ko'ngil bo'lib, o'tturdagi tamponliqqa ahamiyat bermaydigan, hatta ruhiy jihatdan olg'a ilgirlash, badanning butkul jismoniy ehtiyojlarini bo'ysundirgandek amalga oshirdi deb qaraydigan Hindiston xurofiy dinlari va xristian rohiblarining fikriga, shundaqla ularning aksicha ibodatlar turmush farovonligining to'salg'usi deb qaraydigan hozirgi zamonimizdagi bir qism xato ko'z qarashlarga qattiq raddiya berdi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Jismoniy ehtiyojlarning ibodatga tashviq qilingan oyatlardan burun zikr qilinishi, amaliyotda islom dinining ana shu xurofiy e'tiqoddagi kishilarning aksicha ma'naviy ehtiyojlar bilan birga moddiy ehtiyojlarga alohida ahamiyat berganligining tipik misolidir. Bu oyat payg'ambarlarning pokiz va halol narsalarni yeyishga, yaxshi amallarni qilishdan burun buyurilganligi haqida Qur'on Karimda tilga ilingan birdan-bir oyat hisoblanadi. Chunki pokiz va halol yemekliklar bilan oziqlanish insonni yaxshi amallarni qilishga boshlasa, mehnat va harom narsalarni iste'mol qilish, yomon ishlarni qilishga targ'ib qiladi. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda mundaq deydi: Ey insonlar, Alloh pokdir, faqat pok bo'lgan narsalarni qabul qiladi. Haqiqatan Alloh mu'minlarni payg'ambarlarni buyurgan ishlarga buyurdi.
İnsanlarning turmush farovonligining ibodatlar bilan zich munosabatli ekanligi İbrahim surasi 37-oyatda İbrahim alayhissalomning bolasiga qilgan duosida mundaq bayon qilinadi. Parvardigorimiz, avlodimning bir qismini, ya'ni balam Ismoil bilan ayolim Hojarni namoz o'qisin, ya'ni sana ibodat qilsin deb sening hurmatlik uyingning qishidagi ikinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Parvardigorimiz, bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan, ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergan. Alemlerge rahmet ve ümmetning yo'lboshchisi bo'lgan payg'ambar alayhissalom ibodatlarning turmush ritmiga hech qachon to'salg'u bo'lmaydiganligini, aksicha turmush kapolatining islomda buyurilgan ibodatlarni buyurilgan shaklda yaxshi ado qilish orqali texmo mukammallashadiganligini amaliy harakatida ko'rsatgan bo'lib, bir tarafdan Alloh taolo buyurgan ibodatlarni eng yaxshi shaklda ado qilsa, yana bir tarafdan boshqalarga muhtoj bo'lib qolmaslik uchun o'zidan ilgari o'tgan payg'ambarlardan Odam alayhissalomning tirikchilik, İdris alayhissalomning tikkuchilik, Zakariya alayhissalomning yog'ochchilik va Davud alayhissalomning to'mirchilik bilan shug'ullanganligiga o'xshash padidchilik va tijorat ishlari bilan shug'ullanadi. Shuning bilan birga butkul mahluqotlarning rizqiga kepil bo'lgan ulug' Alloh taoladan boshqalarga muhtoj bo'lib qolmaslikni tilab duo qiladi. Demak, ibodatlar bir qism kishilar o'ylagandek turmush farovonligining to'salg'usi bo'lmasdan, balki turmushimizning texmo ma'nilik va barakatli o'tishining vositasidir. Turmush halakchiligida garchi ozgina vaqt olsa-mu, aldirashchilik va uningdan boshqa xilma-xil bahona sabablar bilan tark etilayotgan namozimiz bo'lsa, rizqimizning moddiy va ma'naviy ochqichidir. Muqaddas islom dini barliq qonun tuzum va yo'l yo'riqlarda yuqorida bayon qilib o'tganimizdek ijtimoiy masalalarga alohida ahamiyat berish bilan birga ijtimoiy turmush masalalariga daxl tarzi yetkazishni Qur'on Karim oyatlarida va payg'ambar alayhissalomning hadislarida munofiqlikning alomati, iymonning ojizligi va do'zaxga kirishning sabablaridan biri deb ta'riflagan. Shundaqla yemek, ichmak va kiyim-kechak qatorliq ijtimoiy turmush kapolati bo'lgan ehtiyojlarning qamdilishiga to'salg'u bo'lishni cheklash bilan birga daxl tarz qilganlarning ig'ir jazolanadiganligi nurg'un hadislarda bayon qilingan. İnsanlarning ma'naviy ehtiyojlariga ahamiyat berganidek, moddiy ehtiyojlarning qamdilishi, shundaqla ijtimoiy turmush kapolatining qo'g'dilishiga alohida ahamiyat bergan birdan-bir din islom dini, qandaqmi bir qism kishilar aytganidek turmush farovonligining to'salg'usi bo'lsin. Demak, islom dinining to'riki bo'lgan namoz va qarindoshlik rishtasining texmo mustahkam bog'lanishining vositasi bo'lgan zakot va haj qatorliq ibodatlar islom diniga qarshi yoki islom diniga bo'lgan tushunchasi ojiz kishilar da'vo qilayotgandek turmush farovonligining to'salg'usi bo'lmasdan, balki islom dinining haqiqiy mohiyatini mujassamlagan holda insonlarning dunyo va oxiratda baxtli bo'lishining eng muhim halqasi va ikki dunyolik baxt saodatining vasilasidir. Shunga ilohiy dasturimiz Qur'on Karim islom dinida buyurilgan barliq ibodatlarning moddiy va ma'naviy rizqining ochquchi ekanligini va Alloh taolaning haqiqatga rioyat qilganlarga hammaga qodir va butkul maxluqotlarning rizqiga kepil bo'lgan ulug' Allohning ularning rizqiga har vaqt kepil bo'ladiganligini bayon qilib mundaq deydi: Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurgan. O'zingni uni ado qilishga chidamliq bo'lgan. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir.